Leksimizden ikincisine başlayımız hürmetlik vatandaş men hazır. Yani 3 parça leksiyen taşlap koydum sebebi karindişim bunu eli otudu kol telefonu bilen bunu süpçü kandak buludu. Süret kandak çıkıdı bilmeymen. Cüret epen dep bir odu isminizi çıkardım kokmaydıgansız dostum ben. Kandak çıkıdı bilmeymen. Avazı kandak vardı vatandaş silagim bilmeymen. Lekin ma haberim mühim haberdi şunun tallap aldım bunu. Bunun mavzusu mındak dikkat kılın vatandaş. Prezident Trump Suudi urushini vaqtli to'xtatish kelishimi to'g'risida to'xtaldi. Darhol bartaraf qilishni nazorat qilib turib bartaraf qilishga o'zgartdimi? Mavzuli xabar 12 ayning 3 kuni yangi tanliqlar to'rbetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Jumhur Xalq Jamhuriyatining davlat boshchisi navbatda Suudi urushini vaqtli to'xtatish kelishimi imzolab, Amerika taraf haslab bosh qo'yishni vaqtli to'xtatib, Beijingga 90 kunlik o'zini tanshab elish fursati yaratib berdi. Olimlar bunda ko'rsatdi. Kechiktirib ijro qilish uchun Jongoga berilgan 90 kun darhol bir taraf qilishni nazorat qilib turib, bir taraf qilishga o'zgartgan 90 kun deb atashdi. 90 kun, ya'ni 3 oydan keyin qanday hukm qiladi? Jongo suhbat vakillarini qilgan harakatiga qarash kerak. Prezident Trump Saudi kelishimi to'g'risida dastlab to'xtalganda umidvor ekanligini bildirib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan Jongoning raisi Xi Jinping 20 davlat guruhi yig'ini mezgilida suhbat o'tkazgandan keyin Oqsaroy bayonotida bunday ko'rsatdi. Bu suhbat bir qatimliq yuqori darajada g'alaba qilgan suhbatdir. Oqsaroyning bayonotidagi bir mazmunchi vatandosh. Shuning uchun g'alaba qildi chunki Beijing Amerika ko'ngil biladigan savdo, zaharlik chekimlik, Çavuşan meselesi qatarlıq meseleleri oçaq vədə bəd. Şunlaşqa Amerika həsləb baş qoyuşunu vaqıtlıq toxtatdı. Reis Xi Jinping 90 gündə özü oğuşu bilib, söhbətə qatnışqı fürsət yaratıb bəd. 12 ayının 2 günü Cungo alimleri müstakil muhbirlik qılıb atqan Gavyu Twitter'ə xət yazıb mündaq dedi. Amerika, Cungo oturusida imzolangan Suudi urushini to'xtatish kelishimi qanday qarash kerak? Darhol bir taraf qilish chiqarilgan hukmni nazorat qilib turib, bir taraf qilishga o'zgartdi. Kechiktirib ijro qilinadigan vaqt 90 kun. 90 kundan keyin yana bir qatam hukm qiladi. Qanday hukm qiladi? Xi Jinpingning 10 kishilik ataratining nima ish qilganligiga qarash kerak. Oqsaroy bayonotida Beijing asla tilga olgan bir masala, tilga olmagan bir masalani tilga oldi. Ya'ni ikki taraf kelgusi 90 kun ichida bu xizmatni tirishib tamomlashga birda qo'shildi. Agar 90 kun ichida ikki taraf ya'ni kelishim imzolay tamoyil Beijingning nisbatini 10%dan 25% kishi ko'tarildi. Prezident Trump qo'zg'agan Jongo qaratgan savdo siyosatining yadrolik masalasi. Amerika-Jongo munosabatidagi qaralma xarakterli masaladir. Endi diqqat qilinglar vatandoshlar. Tashqari dunyodagi umumyuzlik bunday hisoblaydi. Bu qatimqi Prezident Trump bilan Xi Jinping suhbati Kaynidilla Jongo bilan Amerika o'rtasida 90 kunlik suhbat boshlanadi. Beijing 90 kunlik muhlatni eg'izga olmadi. Ikki qo'lliq tayyorlik qilayotganligini, ya'ni kayniga so'rashga tayyorlik qilayotganligini chetga qilib bo'lmaydi. Ular 90 kun demeli ish polistiga erishdi. Lekin Prezident Trump yana umidvor bo'ldi. CNN 12 ayning 2 kuni xabar qilib, bunda ko'rsatdi. Prezident Trump havo armiya birinchi nomerli aeroplanga o'tirib Amerikaga qaytish safarida muxbirlarga bunda ko'rsatdi. Agar ishga oshadiganlik bo'lsa, bu kelishim tarix bino bo'lgandan keyingi eng zo'r kelishimdir. Diqqat vatandosh. Bu kelishim tarix bino bo'lgandan keyingi eng zo'r kelishimdir. Takrorladim. Bu kelishim kelgusida Amerikaning yezilik sohalari va sanoat sohalariga aktiv ta'sir ko'rsatadi.
Prezident Trump bunda ko'rsat. Menen Reis Xi Jinping bilan tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan darajada bir musofilik, do'stligim bor. Bu jarayondagi munosabatimiz intayin alohida. Men bunda hisoblayman. Menen Xi Jinping bilan bo'lgan munosabatim biz ikkimiz eng oxirida Jungo va Amerikaga foydali bir ish qiladiganligimizning muhim sababidir. Diqqat vatandosh. Men bunda hisoblayman. Menen Xi Jinping bilan bo'lgan munosabatim Prezident Trump'dan sözücümü, menen Xi Jinping bilan bo'lgan munosabatim biz ikkimiz eng oxirida Jungo va Amerikaga foydali bir ish qiladiganligimizning muhim sababidir. Aqsaray e'lon qilgan bayonotga asoslanganda Prezident Trump 2019-yili 1-oyning 1-kunidan boshlab 200 milliardlik Jungo tovarlari qo'yilayotgan 10%lik bajni 20%ga ko'tarmaydigan bo'ldi. Menimde leksiyamizning oxirgi meg'zimi edi vatandosh. Amerika Carolina Universiteti Akin Sodi institutining professori Shetian mundaq ko'rsatdi. İqtisod qurilmasini o'zgartirish Jungo Kompartiyasining davlat egiligidagi shirkatlarni asos qilib, tashqi sodini tizginlaydigan vaziyatni o'zgartirishdan derak beradi. Amaliyotda Jungo Kompartiyasi bir partiya diktatorligidagi siyosiy qurilmani o'zgartirishdan derak beradi. Bugun Reis Xi Jinping qurilmali iqtisod elib berish qo'shildi. Kelishim shundoq bo'ldi deyli. Buning ma'nosi amaliyotda Jungo Kompartiyasi bir partiya diktatorligidagi siyosiy qurilmani o'zgartirishdan derak berdi. Şuna vatandaşlar sizlarni tabriklayman Uyg'urim. Agar Reis Xi Jinpingning yeterlik ish qarshida Xi Jinpingning va'dasi yeterlik shijoati bo'ladigan bo'lsa, Amerika Jungo savdo urushi va tashqi besim ostida mushu 3 oy ichida iqtisodiy tuzum sohasida haqiqiy islohot elib bora olsa, undaqda xuddi Prezident Trump aytgandek Amerika va Jungo cheksiz mümkünlük erişken bulundu. Biz başta vatandaşlar sizlerle sözlep geldik. Amerika'nın talep qilgani Jungo'nun qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilishiydi. Biz hem siyaset sahasida qurilma xarakterlik o'zgarish, hem iqtisod sahasida qurilma xarakterlik o'zgarish. Bugun Shetian nima deydi? Jungo ma'qul degan bo'lsa, shundoq kelishim imzolagan bo'lsa, endilikda Jungo'da bir partiya hukmronligidagi siyosiy hokimiyat diktatorligidagi bir partiya diktatorligidagi siyosiy hokimiyat xotimi berildi. Oxirlashdi. Men bugun sizlarga to'liq anlatamadim, chunki telefonda so'zlashga majbur bo'ldim. Hozir yordam qildi Jur'at apandi, men so'zdim, men 4 parchalik ham qoldi. Men bir kameraga erishganda yana bularni qayta so'zlayman, qayta tahlil qilamiz vatandoshlar. Sizlarga rahmat.